Uzun qani? Yuvotgandim yurib ketdi. Attang. Qizim, ana shu oldingdagi yostiqni olib berman, ham bo'sh tushay bitta. Bu yostiqmi? Ham bo'sh tushmayman bu yil. Mana osham tayyor bo'ldi. Ana osh, guruchidan go'sh ko'p buni. Ko'rdingmi sen to'ydan keyin shunday bo'lib qoldilar. Men nima qildim? Ana to'ydan keyin shunaqa bo'lib qoldi. Men nima qildim? Hammasiga san aytdirsan, ko'p narsa aytgansan. Urushmanglar. Bu baxtli kunimizga barchangizning hissalaringiz beqiyos. Dada, sizlarga sovg'a olib keldim. Ya, 17 oy bo'y. Yig'lashim kelyapti. Yig'lamaram olsan, yo'q. Qaydan oling? Kecha ishonch do'koniga borgandim. Ishonch do'konlarida faqatgina 3 kun eng xaridorgir va so'nggi rusumdagi smartfonlarni Dubaydagidek arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Boshiga Hech qanaqa boshlang'ich to'lovlarsiz bittagina pasport bilan iPhone 17 Pro 17 million 620 ming, Honor 400 Lite